ko'ngil na qahva istar, na qahvaxona. Ramazon oyi ham tugayapti. Sinfdoshlar, qilmanglar endi bahona. Men senlarni mana Ramazon oyida iftorlikka ham chaqirdim, bayramlarga ham chaqirdim. Qiziriqdagi Sulton restoranga kel dedim. Kelishmasang nima qilay? Mana endi mazza qilib o'tirib biz o'zimiz yaqinlar bilan. Qani aka mana o'zimizni yumshoq go'sht olingchi, Sulton yumshoq go'shtlar. Dollarni men chiqarganman, lekin bunaqa go'shtni chiqara olmaganman. Asadbek bilan Qiziriqdagi Sulton barda yeb o'tiribmiz. O'zimda Ilon Mask tog'am, siz uchun mana somsalarni tayyorlab qo'yganman. Olingchi bitta. Lekin haqiqatda somsa desam, somsa ekan. Marsga bunaqa somsalardan olib borish kerak. Sinfdoshlar, mana shular joyda sizlar borishinglar mumkin edi. Kim o'ylabdi deysizlar, bir kunga mana shunaqa dunyo zo'rlari bilan Sulton restoranda mana shunaqa ovqatlarni yeb o'tirishni. 3-2 yegandan ko'ra baliq yegan yaxshiroqmi? Qani tog'a, sizga yoqdimi o'zimiz Sulton bar? Yoqdimi sizga? Manzili o'zimizni Qiziriqda joylashgan. Kelaverasizlar. Eski do'stlar